Ko'p tushkunlikka tushish, mahzun bo'lish, stress nimadan kelib chiqadi bilasizmi? Ko'p hollarda u biz nazorat qila oladigan ishlarni nazorat qilmaganimizdan kelib chiqadi. Masalan, zalga chiqib sog'lom va chiroyli tana qurish bu nazorat qilsa bo'ladigan ish. Lekin ko'pincha bilib turib ham qilmaymiz. Kitob o'qish, ibodatlarni vaqtida ado etish, yangi kasb o'rganish, o'z ustimizda ishlash, bularning barchasi bizning qo'limizda. Ammo aynan shu ishlar e'tiborsiz qolgani uchun ichimizda bosim, pushaymonlik va stress paydo bo'ladi. Bir lahza o'ylab ko'ring. Hamma ishga ulgurgan, o'zingizga bergan va'dalarning barchasini bajargan kuningizni eslang. O'sha kuni sizdan baxtliroq odam bormidi? Yo'q. Chunki o'sha kuni siz hayotingizni boshqargansiz. Siz vaqtga emas, vaqt sizga bo'ysungandi. Shuning uchun hayotingizni qo'lga oling. Vaqtingizni nazorat qiling. Kichik qadamlar bilan bo'lsa ham bugun boshlang. Stress kamayadi, tushkunlikdan chiqasiz. Nimagadir qodir ekanligingizni o'zingizga isbotlagan bo'lasiz. Ichingiz tinchlanadi.